Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun xrizantema gulini qanday qalamcha qilishda ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Bizga bunga hop bitta pichoq, qaychi kerak bo'ladi. Do'stlar, bu xrizantemani kecha men Bobur bog'idan oldim, gul bayramidan. Xitoydan keltirilgan ekan. Navi ping pong degan xrizantema ekan. Ping pong gulini diametri 5-7 santimetrgacha bo'ladi ekan. Bo'yi esa 90 santimetrdan 1 metrgacha o'sadi ekan o'zini holati. Endi bular xitoyliklar teplitsani haroratini pasaytirib ochiltirgan manoni. Bu yozda oxiridan boshlab kech kuzgacha, shu dekabrgacha gullab turadigan navdan ekan. Lekin chiroyli ekan. Hozir bitta tuvakka 5 xil rangda qalamcha qilishgan. Qaranglar, işte qalamcha qilgan, chiroyli bo'lib ko'klab ochilgan. Bitta bo'lib ochiladigan sortidan ekan. Hali to'p bo'lib ochilmas ekan. Lekin chiroyli ekan. Sariq, oq, salatoviy, pushti va oranjoviy ranglari bor ekan. Hozir do'stlar, shuni qanday qalamcha qilishni ko'rsatib o'tamiz. Ushlab turing. Buning uchun biz avvalambor mana shu yerlaridan kesib olamiz. Buni qalamchasini oddiy suvga solsangiz ham bo'ladi, lekin menda karnavin bor edi. Shuning uchun karnavinga solib qo'yamiz 1-2 soatga. Mana ildiz sistemasini ham ko'rsatayim. Qanday bo'lgan. Oddiy torf, ip, perlit. Buni bo'lamiz ham kerak bo'lsa, hali bo'lib alohida qilib chiqamiz. Endi hop, mana shu bo'lsa, bundan ikkita olamiz. Mana guli bizga kerak emas. Bu pichoqda olganimning sababi, mana qaychi mana bu yerni bunday ezib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bitta mana bunday qilib konusvoy shaklida kesiladi buni. Mana shu yetadi bizga. Mana qanday qalamcha qilishni hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana 10-12 santimetrli bo'ladi va buni karnavinli suvga 2 soatga solib qo'yamiz. 2 soatga solib qo'yamiz. Hammasini shunday davom etkazamiz. 2 dona baragi bo'lsa bo'ladi. Mana qaychi agar yaxshi kesadigan bo'lsa, qaychida olsangiz ham bo'ladi. Lekin men doim pichoqda olaman. Mana shunday konusvoy shaklida chiqadi. Mana do'stlar, qalamchaga tayyor. Buni qalamcha qilishda shu oddiy o'zimizda biogomuska ozgina to'qqa aralashtirib suqib qo'ysangiz ko'karaveradi. Mana 2 dona, 3 dona baraga. Uzoqroqdan ol. Mana shunday. Hali bularni ham ko'klaganda ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana shunday gullardan kimga kerak bo'lsa, gul bayramida Namanganda Bobur bog'ida bo'lyapti gul bayrami. Shu yerda Xitoydan kelgan gullar orasida bor ekan kecha. Bir dona qolgan ekan, o'zim sotib oldim shuni. Shuni bir donasini mana shu tuvakda 100 ming so'mga sotib oldim. Mana shunday qilib davom etkazilaveradi do'stlar. Bunchasini yulib tashlanadi. Keyin buni qalamcha qilgandan keyin buni salqinroq joyga qo'yib
ustini bir mato bilan berkitib qo'yish kerak, yaxshilab namlab do'stlar. Salafan kerak emas hozirgi sharoitda, issiq sharoitda. Mana salat va sveti ham tanasi baquvvat ekan. Mana shular zo'r ko'klaydi. Mana shuga e'tibor bering, mana shu konusovay shakliga. To'g'ri qilib kesib qo'ymang. Buni gulini diametri 5-7 santimetrgacha bo'ladi ekan. Bo'yi 1 metrgacha o'sadi ekan. Bu holatda qolmaydi ekan. Bu do'stlar yozda kunida may oyida ochilmaydi. Bu faqat kuzda ochiladigan navdan ekan. Ko'pchilik hozir mana golland sortlarni ham adashtirishyapti. Yozda ochiladimi, kuzda ochiladimi deb. Buni o'zini havoni haroratini pasaytirib, ochiltirib sotilyapti. Ochilmasa kimga kerak bu gul? Gullarni otda shuni sanasin. Mancha yetadi qalamchaga. Buni karnavinga solganimning sababi buni tanasida ancha suv baribir kegincha korobkalarning ichida kegincha suv qolmay qo'ygan bo'lishi mumkin degan maqsadda suvga solib qo'yapman. O'zi asli suvga solishim kerak edi, menda karnavinli suv bor edi. Shuning uchun 2 soatga ancha qalamcha chiqdi. Bularni keyin stakanlarga suqib qo'yib, bir salqin joyga qo'yib qo'yamiz. Teplitsaga. Mana uni esa bo'lamiz. Buni bo'lib keyin alohida qilib ekamiz. Hozircha bu turaveradi. Sal ozgina kurtak chiqarib olgandan keyin bo'lamiz. Hozir buni kesilgan holatda bo'lsangiz o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ishcha vaqtdan keyin mana bu yerlardan yangi novdalar chiqayotganda shunda bo'lamiz. Do'stlar, mana qalamcha qilayotganimni ham ko'rsataman. Hali buni teplitsaga olib borib qalamcha qilib tashlayman nariga buket navlar bilan. Shunda ko'rsataman do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.